Mana navbatdagi to'yxona, deraza terma 78 dan qo'yilgan. Balandlik 8 metr. Ramka, deraza devordan 10 sm tashqarida. Litsoydan ham ancha 10 sm tashqarida turibdi. Pasi nimaga o'tirib degan savol bo'lishi mumkin. Pasi mana shu derazaning eng pastdan shivellar qo'yib, shivellar devorga qotirib, keyin pastdan hamda stoyka berilgan. Yerga qarab mana ko'rib turgansiz, armaturadan pastga davashni stoyka berilgan. Devorga qotishlarini hozir ichkaridan ko'rsatib o'taman hozir. E'tibor berganimizda bu 8,5 metr narsa, oynalar hali qo'yilmagan. Oynalar qo'yilgandan keyin bu 1 tonna borib qoladi og'irligi. Shuncha og'irlikni mana shu narsa ko'taradi. Mana shu terma 78 derazamizni to'yxonadagi birinchi etajda ichkari tomoni devorga qotishini ko'rsatib o'taman. E'tibor beradigan bo'lsangiz, zavoddan berilgan lentaga ikkita pistolet o'qi и добавочni mana ugonlik ko'rib turgan ugonligingizga ikkita samaruz qotib svarka bo'lib, добавочni bitta armatura, mana armatura devorga qo'yib o'shanga svarka bo'lgan. Bu tomonni tosh qilsa tosh, bo'lmasa bitta korb qilib yopib yorsa bo'ladi. Mustahkam bo'ladi и hech qanday deformatsiya bo'lmaydi и osilib qolish, qimirlash degan narsa umuman bo'lmaydi. Tepalarni ham e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkitadan добавочni podvez armatura svarka qilingan. Keyin mana derazani tag qismini ko'rsatib o'taman. Mana shu toshdan shivellar berilgan. Shivellar pastga, ko'cha tomonidan devordan pastga, boyaga aytganimdek, yerga qotgan.